standart ko'rinishi nafaqat O'zbekistonda, butun dunyo bo'yicha premium klass hisoblangan, topoviy hisoblanadigan elektrokarimiz. Ya'ni Zikr 001 mashinamiz. Oranjiy rangi bor, oq bor, qora bor va hozir ko'rib turgan yana mana shu ranglar bor. Va orqamizda turgan xuddi shu mashina ham shu rangda bo'lgan, eksklyuziv, kreativ yondashuvda bu mashinani juda boshqacha rangga, boshqacha ko'rinishga olib kelganmiz. Siz ham mashinangizni shunaqa ko'rinishga olib kelmoqchi bo'lsangiz, bemalol murojaat qilasiz. Hozir bo'lsa qilingan ishni bitta ko'rib baho berib qo'yasiz. Done with your ex. Move on to the next. If you're done with your ex, move on to the next. If you're done with your ex, move on to the next. If you're done with your ex, move on to the next. If you're done with your ex, move on to the next. You say you're done with your ex and you move on to the next. Them see you with a man, that make him real vex. Every night, every day, he's sending you a text. Baby, come back, I wanna have. You see this? Xo'p, aka, bunaqa ko'rinishga olib kelish uchun asosiy 3 ta narsani o'zgartirganmiz. Birinchi navbatda rangini qarang, aka. Bunga berilgan plyonka bor-ku, zernolarni ko'ryapsizmi? Shoxlarni oldidan o'tasizmi? Bu narsa qirib oladimi? Xavotir olmasangiz bo'ladi, chunki bu PPF bo'ladi. Ya'ni broni plyonkani ranglisi Carbins brendi butun dunyoda tan olingan, Yevropada, o'zi Xitoyda ishlab chiqarildi. Yevropa bormi, Amerika bormi, juda ham ko'p davlatlar olib aynan shundan foydalanishadi va 190 mikron o'zini effekti mavjud. Ya'ni broni, undan tashqari gidrofobi bor va o'zini o'zi juda ham tez vasстановить qiladi. Polni kuzovimizni aynan shu rang bilan qoplangan. Undan tashqari bu mashinani videoni ochib turgan, juda ham o'zgacha video berib turgan mana mana shu diskamizda bo'ladi. Ya'ni restaylingdan olib taqilgan diskamizda o'zini superton rangini ko'ryapsiz, oranjiy bo'lib turibdi. O'shanga qo'shimcha qilib aynan shu diskani tanlov qilganmiz. O'zini diskasi unchalik chiroyli emas edi, shuning uchun uni olib tashladikda mana mana shuni tanlov qildik. Endi mashinani aka polni pnevmasi bor. Mashina cho'kadi. Cho'kkandan keyin bunaqa rang bilan sportivniy videoga ega bo'lish kerakmi? Uning uchun Xitoydan aynan zakaz qildik. 10 kun ichida yetib keldi. Mana mana shu polni krugovoy mashinaga spoilerlarni taqib berganmiz. Shu asosiy 3 ta narsa bilan mashinamizda shunaqa ko'rinish kelgan. Bu mashinani birinchi sotib olganlarida $54,000 sotib olganlar. Ukamdilar, bunaqa ko'rinish men uchun yoqmadi, to'g'risi. Ya'ni hamma bilan bir xil bo'lib qoldim. Shunaqa ko'rinish bo'lsinki, bu mashina juda ham boshqacha ko'rinishda bo'lsin, eksklyuziv va yagona bo'lib tursin dedilar. Haqiqatan ham ko'rib turganingizdek shunaqa bo'ldi. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Aka, pastda telefon nomeri qoldiramiz. Videoni Zikr 001 borligiga tashlab qo'yasiz. O'zi umuman любой mashinani eksklyuziv tarzda xohlagan ko'rinishga olib kelsa bo'ladi.